Salom, berdik qadrli kuzatuvchim. Siz bilan yana Yashil Maydon kanalida g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Malol kelmasa layklarni ayamang, kanalga obuna bo'ling. Shunda biz ham yangiliklar qilishda davom etamiz. Endi bugungi dasturimizni boshlasak. Bugun bir futbolchi tarixi dasturimizda tojsiz qirol yo'qotilgan afsona Neymar haqida gaplashamiz. Dasturni boshlashimizdan oldin o'z fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rardim. Xato va kamchiliklarimizni aytib keting. Neymar, iqtidor, shon-shuhrat va yo'qotilgan imkoniyatlar. Neymar da Silva Santos Junior, Braziliya futboli tarixidagi eng iqtidorli va eng bahsli futbolchilardan biri. Ko'pchilik uni Messi va Ronaldo davrining eng katta yo'qotilgan yulduzi deb hisoblaydi. U 1992-yil 5-fevral kuni Braziliyaning Mogi das Cruzes shahrida tug'ilgan. Futbolga bo'lgan muhabbati juda erta boshlangan. Otasi sobiq futbolchi bo'lib, Neymarni kichik yoshidan boshlab professional tarzda tayyorlay boshlaydi. Neymar professional faoliyatini Santos klubida boshlaydi. Juda yosh bo'lishiga qaramay, u Braziliya chempionatida haqiqiy sensatsiyaga aylanadi. Uning driblinglari, tezligi va texnikasi muxlislarni hayratga soladi. Santos safida Neymar 100 ga yaqin gol uradi va klub bilan Libertadores kubogini qo'lga kiritadi. Bu yutuq Santos uchun Pele davridan keyingi eng katta muvaffaqiyat bo'ladi. Neymar 2013-yilda Barselona klubiga o'tadi. Bu yerda u Messi va Suarez bilan mashhur MCN uchligini hosil qiladi. Uchlik birgalikda tarixiy natijalarga erishadi. Barselona safida Neymar Chempionlar Ligasini yutadi, Ispaniya chempioni bo'ladi, klub bilan treble amalga oshiradi. Eng mashhur lahzalardan biri 2017-yil. PSGga qarshi tarixiy kambekda Neymar asosiy qahramonga aylanganidir. 2017-yilda Neymar futbol tarixidagi eng qimmat transfer bilan Paris Saint-Germain klubiga o'tadi. Uning narxi 222 million yevro bo'ladi. PSGda Neymar ko'plab gollar uradi, Fransiya chempionligini bir necha bor yutadi, jamoani Chempionlar Ligasi finaliga olib chiqadi, ammo aynan shu davrda uning faoliyatiga jarohatlar va intizom muammolari jiddiy ta'sir qiladi. Jarohatlar va tanqidlar. Neymarning eng katta muammosi jarohatlar. Har mavsum deyarli muhim o'yinlarni o'tkazib yuboradi. Ko'pchilik uning professional hayot tarzi, bayramlar va intizomsizligini tanqid qiladi. Aynan shu sabab Neymar hech qachon oltin to'p sovrinini qo'lga kirita olmaydi. Saudiya va pasayish. Keyinchalik Neymar Saudiya Arabistonining Al Hilal klubiga o'tadi. Bu transfer ko'pchilik tomonidan uning faoliyatining yakuni sifatida qabul qilinadi. Og'ir jarohatlar sabab u Saudiya chempionatida deyarli o'ynay olmaydi va futbol olamida sekinasta fon ortiga chekinadi. Milliy jamoa. Braziliya umidi. Neymar Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchilardan biri. U jahon chempionatlarida, Amerika kubogida va Olimpiadada Braziliya sharafini himoya qilgan. Eng katta yutug'i Braziliya bilan Olimpiada oltin medali. Statistikasi va gollari. Neymar faoliyati davomida rasmiy o'yinlarda 500 dan ortiq gol urgan va 200 dan ortiq assist amalga oshirgan. U o'ynagan klublar: Santos, Barselona, PSG, Al Hilal. Har bir jamoada u asosiy yulduz bo'lgan. Neymar tarixdagi eng iqtidorli futbolchilardan biri. Agar jarohatlar va noto'g'ri qarorlar bo'lmaganida, u Messi va Ronaldo darajasiga chiqishi mumkin edi. Bugun esa Neymar ko'pchilik uchun agar so'zi bilan eslanadigan afsonaga aylangan. Bir paytlar Messi va Ronaldoni ortda qoldirish mumkin bo'lgan Neymar nega afsonaga aylana olmadi? Neymar bolaligi, kambag'allikdan yulduzlikkacha. Neymar juda oddiy oilada ulg'aygan. Uning otasi Neymar senior sobiq futbolchi bo'lgan, lekin katta daromad qilmagan. Oila uzoq vaqt Braziliyaning. Neymar juda kichkina bo'lishiga qaramay doim kattalar bilan o'ynagan. Shu sabab uning texnikasi, tez fikrlashi va driblingi juda erta rivojlangan. Otasi uning iste'dodini ko'rib, butun hayotini o'g'lining futboliga bag'ishlaydi. Neymar 11 yoshida Santos akademiyasiga qabul qilinadi. Qiziq tomoni shundaki, Neymar bolaligida futboldan tashqari futsalni ham juda ko'p o'ynagan. Aynan futsal uning tezligi va texnikasini mukammal darajaga olib chiqqan. Neymar haqida qiziqarli faktlar. Birinchi katta puli. Neymar professional shartnoma olganida, birinchi olgan puliga oilasiga uy sotib olgan. U bolaligida ijarada yashagan va eng katta orzusi ota-onasiga uy sovg'a qilish bo'lgan. Messi bilan munosabat. Neymar Barselonaga kelganida Messini o'ziga ustoz deb bilgan. U bir necha intervyuda "Men Messidan har kuni nimadir o'rganardim" deb aytgan.
Neymarni Real Madrid ham xohlagan. Neymar yoshligida Real Madrid bilan ham kelishuvga juda yaqin bo'lgan. Hatto Madridda sinov mashg'ulotlarida ham qatnashgan, ammo oxir-oqibat Barselona variantini tanlagan. Tugilgan kun nanati qiziq fakt. Neymar deyarli har yili tugilgan kuni atrofida jarohat olgan. Bu hatto internetda Neymar birtay tursa deb memga aylangan. Video o'yinlar ishqibozi Neymar juda katta gamer. U FIFA, Counter-Strike va Call of Duty o'yinlarini professional darajada o'ynaydi. Ba'zan turnirlarda ham qatnashgan. Tatuirovkalar ma'nosi. Neymarning tanasida 50 dan ortiq tatuirovka bor. Ko'pchiligi oilasi, dini va futbolga bo'lgan muhabbatini ifodalaydi. Eng mashhuri Blessed va singlisining kozlari rasmi. Kam odam biladigan faktlar. Neymar bolaligida Messi emas, Robinhoni idol qilgan. U ilk professional golini urganida atigi 17 yoshda edi. Barselona uni sotib olayotganda shartnomaga otasi uchun ham katta bonus yozilgan. Neymar bir mavsumda Messi va Ronaldodan ham ko'proq dribling qilgan yagona futbolchi bo'lgan. U bir vaqtning o'zida futbol va futsal bo'yicha ikki xil terma jamoaga chaqirilgan. Neymar bu shunchaki futbolchi emas, bu iste'dod, shon-shuhrat va noto'g'ri tanlovlar aralashgan butun bir hozirgi kunda Neymar Braziliyaning Santos klubida faoliyatini davom ettirmoqda. Bu aynan u professional futbolni boshlagan ilk jamoasi hisoblanadi. Neymar bir necha yil Yevropa va Saudiya Arabistonida o'ynagach, 2025 yil boshida Santosga qaytishga qaror qildi. U klub bilan shartnoma imzolab, yana Braziliya chempionatida maydonga tusha boshladi. Santosda Neymar nafaqat futbolchi, balki jamoaning yetakchisi sifatida ham qaralmoqda. Klub rahbariyati uning tajribasi yosh futbolchilar uchun juda katta maktab bo'lishini ta'kidlamoqda. So'nggi yillarda Neymar ko'p jarohatlar bilan kurashdi. Ayniqsa tizza jarohati uning faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Shu sabab u uzoq vaqt maydondan uzoq bo'lib qoldi. Hozir esa Neymar asta-sekin sport formasiga qaytmoqda. U muntazam ravishda mashg'ulotlarda qatnashmoqda va o'yin amaliyotini yigishga harakat qilmoqda. Ba'zi uchrashuvlarda u maydonga tushib, gollar urdi va assistlar amalga oshirdi. Lekin hali to'liq eski darajasiga chiqqani yo'q. Neymarning eng katta maqsadi 2026 yilgi Jahon chempionatida Braziliya terma jamoasi bilan ishtirok etish. U aynan shu sabab Santosni tanladi. Kamroq bosim, ko'proq o'yin amaliyoti va jismoniy holatini tiklash. Neymar bir necha intervyularda shunday degan: "Men yana Braziliya uchun katta turnirda o'ynashni xohlayman. Bu mening oxirgi katta maqsadim bo'lishi mumkin." Neymar bugun avvalgidek tez va portlovchi bo'lmasligi mumkin, lekin u hali ham futbol tarixidagi eng iqtidorli braziliyaliklardan biri bo'lib qolmoqda. Uning asosiy orzusi esa bitta: Jahon chempionatida Braziliya libosida yana porlash.